Bas. Gen chiqadimi? Ha, yo'q, chiqmaydi. Olsa, bo'lmaydi. Radna joyi ham bormi yo'qmi? Asli joyi Seriyozmi? 90%. Kraskami? 90% toza. Ha, Kapasitesi bir kuriladi, arka kuriladi. bu kilosi. Bu kuriladi toza. Men ko'rsam, men bilmasdim. Bilmay qo'ygan narsalarni ko'p takmalaka. Ha, o'ylama. Bu o'lishingizni bilmaysiz siz, rais. Hamma narsani bilasiz. Mashina zo'rlik. Oldini ko'tarib oygachaman. Keyin uyg'onib ketasizmi o'shanda payti? Ichida bo'lsam uyg'onaman-da, ichida bo'lsam qayerga uyg'onaman? 3400 hisob o'zini qo'yib beramiz to'yga qarab. Ko'p ham oyga boravermang. Yo, oyna emas. Yaxshiroqmi? Nech bildingiz xo'p? Iye. Ha. Pastga tushib ketgan ekanman bola. Hozir siz pasatdim deyapsizmi? Ha, baland aytdim. Boshqa nima aytdingiz hozir? Oldin sotdi deyapsiz, keyin 30 deyapsiz. Kapot kraska, krela kraska. Eshik pasiga ham bu yerda orqa eshik pasiga. Orqa kilo. Kilo ekanamda. Bir qarang Qanjam aka. Bu yigitdan kamdan kam mashina olaman-da. Avvallar yaxshi ichidi bu yigit. Men tirikchilikda odamdan ham mashina olaman. Narxi bilan. Chunki hozir men sizdan mashina so'raganim bilan bar pulni beraman-ku. Menga qizig'i yo'q, mashina furishni mashina bo'lsa ham faqat narxi bilan-da, hamma narsa, bahosi bilan. Necha pul qilib berasiz? Bo'layotganini siz dal gapiring, men dal gapiraman. Siz bilan mayda savdo kerak emas. O'zingiz bilasiz narx-navolarni. Misol mayda savdoni siz bilan qilish qiyin. Chunki siz o'zingiz tirikchilikda odamsiz. Ochiq yuring-da, men tirikchilikda mashinani olmayman demayman, olaveraman. Narxi to'g'ri kelsa bo'ldi. 28 bo'lsin. Ya, mek bo'ldi bering. Bo'layotgan bo'lsa aka, 2010 texpasporti ham. Bo'ladigan bo'lsa 20 million naqd pul beraman. Ochiq oylik. O'zim bo'lmagan. 20 million oldi sotdisi bilan necha tushib ketadi bu? 28 million ketadi bu. O'zim bo'lmagan. Ko'nglingiz nech bo'ladi? 25 lechidimi? Qilsa beraman. Ya, ochiqcha aytib ko'raman, mayli soting aka. Ilom soting. Lekin mana bu 25 dan balani ham juda baland ketadi. Menga ololmayman, xo'p. Lekin buni unday baland aytib qo'ymayman. Barter qila olasiz buni. Barter bo'lsa nima? Undan normal qo'yib sotgansiz-ku. Tabii mashina 5 million qo'yib sotsak, chin bilan oyga chiqamiz keyin. 5 mashina chiqamiz. Gapni olib bermaysizlar. Xo'p, 25 million deb ko'raymi? Ha, 27. Ya 5 ham deb ko'raylik. Men 20 dan baland ola olmayman, ochiqcha ko'ring. O'zim. Mayli ko'p kishi kelgan, kimdir olar, boshqa viloyatdan ham odam kelgan. Kimgadir genni xohlaman. Ya 25 ham deb ko'raylik, men. 25 ham deb ko'raylik, soting, mayli. Menga pul kerak emas, bilasiz. Shuni 25 ga ham beray ekansiz, qo'lni bering-da, beking. Buni nima qilasiz maydalab? Bo'layotganini ko'ring, aytib baqirtirib zarilman. Birdan 20 naqdi. Yo'q, bo'lmaydi. Jonim savdo bo'lsa birdan aytaman. Bo'lmaydi. Chalkashtiradi, chalkashtiradi. Chalkashtirmayman. Chalkashtiradi. Chalkashtirsam shuncha narsa qilasizmi? Ko'p kishi bilan kelishmaydi. Shu bilan kelsa men xursand bo'laman. Nima? Kayfiyatingiz ko'tariladi. Kayfiyat ko'tarayotganim kerak-da odam. Adrenalin beradi, ha? G'alati lekin. Keling, bunday qilamiz. 25 ta maqtachamiz deymiz. Eshiting. Bir guring. 25 demaylik. 25 demaylik. Haqiqatga yaqin yuraylik. Men 20 millionga bermaymiz. Bermaymiz. Xo'p, men savdom to'g'ri kelmadi. Menga aytib ko'rishga ham hech bo'lmasa bir 22 da aytib ko'raylik. Naqd pulga 22. Olgan odam ham sizga telefon qilib ham rahmat aytadi. Shunday zo'r mashina. O'zi yana gapga. Soda tirikchilik borasida bu ham. 25 million bo'lsa beraman deyaptilar 2010-yil. Motor bo'lgan-dek. Motori bo'lgan ekan, kapot, krila ishlov berilgan. Ikkimasdan turib ham aytaman, bu mashinaning iloji yo'q. Bundan beri
kerak baribir. Oluvchi bo'lsa ko'rsin. 25 million naqd pul bo'lsa beraman deyapti ega. Yashang. Haqqing olamiz 23 da. Ya undaydi ne? Haqqi bor. 15 so'rasa ham haqqi bor. Gap yo'q, gap Siz yo'q. hozir 40 desangiz ham haqqingiz bor. Ha. Ya to'g'ri tushuntirdi akamizga. Endi gap qilmaylar. Ha endi Mana qarang. Jos haq degan joyi bor, o'ting. Niyat sotishmi? Sotish. Ko'ngil sotishmi? Sotish. Maydalashmadim ekan. Bo'layotgan guringni aytdim. 20 million naqd pul. Yo'q. Bittasidan sal zarar ham ko'ring, qani nima bo'ladi? Shu oyga emas, yerga yuraylik. Oyga balo bor. Naqd 20 million. Endi men olmadim, kimdir chiqdi. Aka men shu olmoqchi edim. 20 milliondan sal oshiq pulim bor, lekin 25 chiqmaydi. Nechta qilib berasiz? Nima deysiz o'sha odamga? 2 so'm qo'yib berganmiz hozir. Bu mashinadan shu 25 sotsak 2 so'm qoladi. Iloji yo'q. O'sha mayli shu foyda ham ko'rmadim, zarar ham ko'rmadim. O'shanga 200 dollar o'tsa, o'shanda 22,5 million bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri kelmay qoladi. Shundan qutulganini shukur deng. Samarqanddan olib kelganmiz. Uxlamay borib 200 dollar qoldi. Men uyga bo'lsam ham uxlolmayman. Shu kecha 4 marta turibman. Mayli, ko'ringlar. Qisqasi bu yigit yo 24 lar bermoqchida, o'tsa 1 million o'tadi-da. To'g'rimi? Bunday 2-3 million o'tmaysiz. O'tsiz 1 million o'tib berasiz. To'g'rimi? Zar nari borsa. Ochiqda endi soting iloyim. Men boshqa olib sotayotgan yigitlarcha hurmat qilaman sizga. Dal gaplashasiz. Misol Nima qilaman? Ezilib savdo qil. ha, hech bo'lmasa hozir shu 1 million o'tib berish ko'nglingiz. Undan bag'ay o'tmaysiz baribir. To'g'rimi? To'g'ri aytolmam. Yo, hech bo'lmasa 24 bo'lsa qoplaydi. Aytib ko'ray, 25 dedim, hech kim qimirlamadiki. Bizlar narkoz ta'sir qilmaydi. Ular narkoz ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilmaydi.